Zambiyaning 6-prezidenti Edgar Lungu 8 oy oldin vafot etgan. Biroq marhumning vasiyati sabab uni dafn qila olishmayapti. Gap shundaki, Lungu o'limidan avval oila a'zolariga qoldirgan vasiyatida amaldagi prezident Hakainde Hichilema uning dafn marosimida qatnashmasligi va jasadiga yaqin kelmasligini aytgan. Lungu va Hichilema o'z vaqtida ashaddiy siyosiy raqiblar bo'lgan. Ular o'rtasida adovat yillar davomida shakllangan. Hozirda sobiq prezidentning jasadi u vafot etgan Janubiy Afrikadagi dafn marosimi byurosida qolmoqda. Zambiya poytaxti Lusakadagi qabristonda allaqachon unga qabr qazilgan. An'analarga ko'ra, amaldagi davlat rahbari marhum prezidentni davlat ehtiromi bilan dafn qilishi lozim. Shu boisdan mazkur holat Zambiya sudlarida ko'rib chiqilgan, biroq oila jasadni Zambiya hukumatiga topshirishni rad qilmoqda. Associated Press'ga ko'ra, bu bahs Zambiyada ko'plab savollarni keltirib chiqaryapti. Boisi bu yerda urf-odatlar marhumni tez va munosib tarzda dafn etishni talab qiladi. Agentlikka ko'ra, bu avgust oyida prezidentlikka qayta saylanadigan Hichilema va marhum prezident o'rtasidagi ma'naviy kurashni aks ettirmoqda.